Bu kabi trend videolarni bir kunda 100 martalab ko'rasiz, lekin bunaqangi video yasashni sizga hech kim o'rgatmaydi, albatta mendan tashqari. Ekranga yaqinroq o'tirib oling, videoga like va obunani bosib qo'ying. Hozir men sizga bunaqangi video yasashni o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib hech qanday effektlarsiz original videoni suratga olamiz va uni ixtiyoriy joydan screenshot qilamiz. Keyin esa Gemini saytiga kiramiz. Screenshot qilingan rasm va mashhur insonning rasmini hamda mana shu promptni birga yuboramiz. U bizga mana shunday rasmni yasab beradi. Uni olamiz hamda App Store va Play Marketdan mana shu ilovani yuklaymiz. Bu yerdan AI videoni bosamiz va bu yerdan Motion Controlni tanlaymiz. Birinchi qatorga Gemini yasab bergan rasmni, ikkinchisiga esa original videoni qo'yamiz va prompt yozilishi kerak bo'lgan joyga mana shu promptni yozib ketamiz va generate'ni bosamiz va tayyor. Barcha prompt va kerakli narsalarni Telegram kanalimda hamda kommentariyada yozib qoldirdim.